Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa o'zimiz uyga gal keldi. Shunchaki yana yerni shabadalashtirish uchun ozgina yengil yurib qo'ymoqchimiz. Hali ekishga bor, loy mana yer. Shu tomonlari, qo'shni tomonlari ancha loy. Ozgina qoram turibdi, mayli, ahamiyati yo'q. Lekin bu yog'i sal qurib qolgan. Shuning uchun mana 5 ta 7 taligimizda qoch 5 qator qildik. Xudo xolasa yengil yurib qo'ymoqchimiz. Mana xudo xolasa boshladik. Yerimiz o'zi qulublangan yer. Go'ng solganmiz, amapos solganmiz. Go'ngni hisobiga ham yetilish qiyin baribir. Shuning uchun yengil yurib qo'yamiz. Davay, bos, ikkiga urib bos. Yuqoriroq ol, loy chiqyapti. Xudo xolasa boshladik mana, hurmatli obunachilar. O'zimiz yerga ham gal keldi, xudo xolasa. 1-2-3 kun tursa sergib qoladi. Xudo xolasa keyin ocharini ochamiz. Kartoshkani ekamiz mana. Yengil yurib qo'yamiz, xudo xolasa. 5 qator. Besh qatorda qiynalmaydi motoblok. Sababi chuqur olinmayapti. Ham botib ketishga uncha yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun yengil. Chekaroqda yur, bu chekadan bos o'sha yoqqa. Ya. Oldingilam 15-mart kuni ekuvdim kartoshkani. Bu yil ham xudo xolasa balkim shuna qilamizmi? Alloh nasib qilgan avvalam bor. Hammasi Allohdan. Xudo xolasa yer tayyorlab olaveraylik. Ko'ramiz keyin. Ma o't tomonlari yaxshilab yurvarki. O'tlar yaxshilab yurvar.